Rahmat, yuvinglar shuni. Ona chuyuraman biz ham bunisiga. Ha, qiz bola degani to'ygacha akasini, to'ydan keyin erini, undan keyin esa bolalarning xizmatini qiladi. Tushundilaringmi? Otang keldi, o'lasan, tez chiq. Davrimiz keldi-ku. Yaxshi keldingizmi? O'g'lingga bunaqa mehr beraverma. Erta kelindan ham qizg'onadigan bo'lib qolasan. O'g'a, teparog'ini. To'xtang dadam, mol sigir qo'ylarga qarab kelaylik. Ey, jim, to'yga qolsan o'zing mollarga qara. Chop. Kimnami? O'zimiz qarardik-a. Dada ayting akamga topishganmi, olib bersinlar. Olib ber o'g'lim, olib ber. Och bo'lsin. Itga zaroqat qilsan. Menga qani? Singlingni o'zing chaltgansan, bo'lmasa bu buni pishirmaydi. Demak, siz o'g'lingiz emas, faqat qizlaringizni yaxshi ko'rasiz. O'g'il farzand uylanguncha ota-onam deydi. Qiz farzand o'lguncha ota-onam deydi. Men qarabsan, o'g'il bachaga o'sib tutavermagin. Nimasi qiyin, dadam pulini yeb yotibsan-ku. Qo'shin senga qolar, uy senga qolar, dadam pensiyasini xotinchang bilan yeb yotasan-da. Sen ketgandan keyin qiyinchiliklar boshlanadi. Qanaqa qiyinchilik? Keyin sen qanaqa qilib yetkiraman deb qiynalib ketaman mana. Mayli, yaxshi boring. Asal qizim, shatar qizim, bu yoqqa qizim. O'ldi, qoch. Tana, peshtagidan, pakkasning matga joyida.